Nima sababdan kecha Real Madrid 3 ta qizil kartochka oldi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor shunda like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. So'nggi futbol yangiliklar faqatgina bizda. Yaqinda bo'lib o'tgan Real Celtaga qarshi o'yinda jamoa kutilmaganda 0-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Ammo eng qiziqarli vaziyat albatta hakam bilan bog'liq. Birinchi vaziyatda 64-daqiqada Kelintan olamiz rostdan ham Fran Garcia 2 marta follow qilib qizil kartochkaga loyiq edi. Undan keyin esa qo'shilgan daqiqalarda Carrera "Sen yaxshi hakam emassan" degani uchun ham maydondan chetlatildi. Va oxirida esa Endrik ham zaxirada zerikib ketib, janjalga qo'shilib, maydonga tushmaganiga qaramay, o'z ismini bu o'yinga ham yozib ketdi. Agarda bu bahsni jonli efirda ko'rmagan bo'lsangiz, nima haqida gap ketayotganini sal tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq Telegram kanalimizga kirsangiz, o'yinni bemalol Tekkinga yaxshi sifatida